Xitoyda talabasiz va siz onlayn platformalardan mahsulotlar zakaz qilmoqchisiz. Universitetda mana shunday stansiyalar bor. Ana endi sizlarga qanday jarayon bo'lishini ko'rsatib beramiz. Ketdik. Xo'sh, bekatga stansiyaga keldik. Xitoy tilida Kuai Dijan deyiladi. Bizga bu yerda o'sha raqamimiz, kodimiz kelgan. Kodimizni olib turib, endi borib, xullas o'zimizning mahsulotimizni olishimiz kerak. Bizaniki u tepada ekan. Qizig'i, men sizlarga ko'rsataman, keling. Olgan yerdan keyin mobile topa olmasanglar, mana bu yerdan bemalol kodinglarni terib topsanglar bo'ladi. Lekin bizaniki tayyor, shuning uchun biz termaymiz. Hop, bizaniki 601 har bir joyda numeratsiya bo'ladi. Ya'ni raqamlashtirib, to'g'irlagan bo'lishadi. Olib turib, tak bizaniki mana shu ekan. Bismillah olamiz. Olib turib buni bu yerda shtrix kodi bo'ladi. Shtrix kodi olganimizdan keyin bemalol kelib turib, bu yerda olamiz, bo'ldi. Bemalol olib ketib, uyimizga joylashtirsa bo'ladi. Butun jarayon shundan iborat. Siz onlayn dasturda mahsulotni, ya'ni sotib olasiz. Olganingizdan keyin shunaqa stansiyaga, universitetning ichida bo'lgan stansiyaga keladi. Bemalol olib ketaverasiz. Video yoqqan bo'lsa like, izohda fikringizni qoldirishni unutmang. Assalomu alaykum.